Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun huzuringizga sunadiganim dangliq yozuvchilarimizning nadir asarlari emas, balki Kaminaning oddiy qalamida yozilgan kundalik xotiramdan oriya. İlave. Her qandaq bir oilada ata-analar bilan farzandlar o'rtasidagi munosabatning qandaq bo'lishi shu oilaning baxtlik oila yoki emasligidagi hal qilg'uch omil hisoblanadi. O'zaro muhabbat, mehribonlikqa to'lgan bir oilada ata-analar bilan farzandlar o'rtasida ochiq yo'ruq fikrlashish, mungdishish odatga aylangan desak ortiqlik qilmaydi. Men qizim bilan fursat topsamda ko'proq mungdishiman. O'tganda qizim bilan bo'lgan bir qitimliq uzun suhbatimiz yillik xulosa suhbatidek ahamiyatli tuyuldi. Shunga munbarda kundalik xotiramga qoldirgan shu suhbatimizning asosiy mazmunini qarindoshlar bilan o'rtoqlashishni xohlab qoldim. Kundalik xotira bir odamning kundalik hayotidagi amaliy kechirmishlari bo'lib, o'z ish faoliyatlari, xiyol tafakkurlari, his tuyg'ularidan o'zi uchun yozib qoldirgan xotirasidir. Kundalik xotir yozish bir odam uchun boshqalarning qarashlaridan mustasno holda o'zining o'y-fikrlarini erkin ozoda ifodalashning yo'llaridan biri hisoblanadi. Kundalik xotira bir odamning shaxsiyatiga bevosita munosabatlik bo'lg'achqa, xotira egasining ruxsatisiz kundalik xotirani o'qish yenik bo'lganda axloqsizlik, og'irroq bo'lganda qonunga xilof qilmishdir. Vaholanki kundalik xotira yozuvchining o'z ixtiyorligi bilan o'zi yoki boshqalar orqali xotirasini e'lon qilish bo'lsa, biografiya, ya'ni tarjimahol turidagi bir xil bariiy janr hisoblanadi. Tavandagi yozma dal o'z ra'yim bilan ham qizimning ruxsatini elib, huzuringizga taqdim qilgan kundalik xotiramdan oriyadir. Bugun 2022-yili 2-yanvar yakshanba. Saharda uyg'onib, bugun yolg'izligimni o'ylab, shaytonligim tutib, meyiqimda ko'ldim. Shundaq, ba'zida yolg'iz bo'lishni xohlab qolaman. Xuddi o'zimni bir kunlarda yolg'iz qoladigan vaqtlar uchun tayyorlayotgandek. Bir kunni o'zim xohlagancha o'rinlashtirish, xohlagan tomoqni etish yoki etmaslik, uyda bo'lish yoki do'stlarim bilan sirtda uchrashish, billa tomoqda bo'lish, choy ishkash, mungdishish, xohlagan chaqda uyga qaytish degandek qaramoqqa odatdami butunlay mumkin, ammo yolg'iz bo'lmaganda yo'ldishim bilan maslahatlashib o'rinlashtirishga to'g'ri keladigan ishlarni mana bugun bemalol o'z maylim bo'yicha qiladigan bo'ldim. Men Janvaga 15-20 kilometr keladigan bir kichik kent turaman. 2000 aholisi bor bu kent dehqonchilik va chorvachilikni asos qilgan kent bo'lg'ach, odam o'zini qishmi-yoz tabiatning qo'ynida his qiladi. Uyimizning kayni kengir ketgan dehqonchilik maydonlari va kichik bir shaxsiy chorvachilik maydoni bo'lib, faslga beqib etizlarga teriladigan har xil ziroat ko'ktatlarga, chorvachilik maydonidagi noyatimi chiroyli tambal otlar, yozda egiz tog'larda o'tlab, qishda tezlanlikka qaytib tushadigan qo'y kalalarga qarab to'ymayman. Har bahor faslida yangi tug'ilgan toy, mo'zay, qo'za va o'g'liqlarni ko'rgidimda o'zimcha ularni erkiletib so'zlab ketaman. Bu omoqlarni xuddi Uyg'ur tilimni tushungandek o'ynaqlab ketadi. Har qitim etizlarda ko'klagan mayslarni silab, ba'zida ismlarini so'rashlarim o'zimga qiziq tuyuladi. Ularning nima ekanligini faqat ular meva berishga boshlaganda bilalayman albatta. Uyimizning sharqqa qaraydigan balkonidan bahaybat olib tog' tizmalarini, bo'libmi
deniz yüzüdün egizligi 4800 metrden aşıdığan Yevropadaki en egiz çoqqa qishmi-yaz aq qar bilen o'rilib turadigan Mont Blanc, yani aq çoqqani körgül bo'ladi. Uyda bo'lsamla, atdiganda balkonga chiqib, qenib nafas ilib, atrofga xuddi tunji qitim ko'rayotgandek zoq bilan qarab ketdim. Qisqasi, bu kentda men xuddi kichik chog'larimda o'z vatanimda yashab ko'rish fursatlari bo'lmagan tabiat qo'ynidagi sahra hayotini yashayotgandek tuyg'ularda bo'lib shodlanim. Inson kimdan tug'ilishini, nada tug'ilishini oldin tanlay olmaydi. Hatto bir kunlarda kindik qini to'kilgan ona diyoridan o'zi xohlab yoki xohlamay ayrilib, yaqa yurtlarda, chet ellarda yashashga majbur bo'ladi. Albatta, qayerda ruhing oromlik his qilsa, shu yerda yasha, shu yer sening makoning degan gapmi bor. Qizim ikkimiz Shveysariyani haqiqatanmi yaxshi ko'rib yashaymiz. Shveysariyada yashayotganimizga 20 necha yil bo'lgan bo'lsa-mu, haligacha Janvani ba'zida Urumchi deb atab qilishlarim. Qizim bilan uchirish uchun vaqt belgilaganda Urumchi vaqti deyishlarim bor dedi. Bugunmi balkonga chiqib, atrofga nazar tashladim. At maydonlarini bir qavat qirov qoplagan bo'lib, xuddi yerga bir parcha gaz yog'liq yeyib atgandek go'zal ko'rinib ketdi. Yiraqroqdagi quyuq o'rmonlikning ustida sus kulrang tumanlari tarab ketishni xohlamayotgandek agib yuradi. Quyosh texi to'liq ko'tarilmagan, ammo go'zal bir tongning xabarchisi bo'lgan qizg'ush shafaq nurlari tog' kaynidan julalanib, keng osmonga tarilyotdi. Men mana mushu quyosh ko'tarilayotgan minutlardagi birda qizg'ush, birda oltin rang, birda hol ranglarga o'zgarib, atrofga to'xtovsiz tariladigan shafaq nurlarini xuddi quyosh parlab turgan go'zal bir kunni larzon usullari bilan jakarlayotgan hur qizlarga o'xshatiman. Ham ularning nafis, hayot baxsh usullaridan tasvirligisiz go'zal hayajonlar ilkiga cho'milaman. Hey, rassom bo'lgan bo'lsam, bu ko'rinishlarni qandaqmi chiroyli sezib o'tdim, ha? Yozg'uchi bo'lgan bo'lsam, qanchalagan nasr, dostonlar kutib ketgan bo'ladi. Güzel tabiatdan zoq elib yashash nima degan baxtli hayot, ha? O'tir maktabda o'qiyotgan chog'larimda kundalik xotira yozatdim. Bu odatni necha 10 yil davomlashtirib, bir necha yil ilgari to'xtatib qo'ygan edim. Ko'z oldimdagi bu go'zal manzarani ko'rib, ixtiyorsiz o'ylab qoldim. Bu bir necha kundan beri odatim bo'yicha kundalik xotira yozgan bo'lsam, nimalarni yozgan bo'lardim? Bo'libmi, tunugin qizim bilan poyezdga o'ltirib, Janbaga qaytgan chig'imizdagi suhbatlarimizni. Hey, yezib qo'yaychimi? Qizim bilan qo'yma obdan fikrlashdik. Adam yesh cho'ng'aygancha sal untuqaq bo'lib qoladi ekan. Esimda borda xotirligidek ahamiyatli ishlarni xotirlab qo'yganim yaxshi deb o'yladim-da, bugun xotira yozishni ko'nglimga bukdim. Sahardagi bu go'zal manzaradan bahra olg'ash atdiganlik chayimni oldirmay ichdim. Bugun qilmoqchi bo'lgan ishlarimni birar qurib radga turg'izdim. Atdiganda 10 kilometr yugurish, 1 soat yoga ishlash, tushda qizim bilan tamoq yeyish, tushdan keyin kitob o'qish munbiriga asar o'qib tayyorlash, kashda do'stim Janon bilan ko'rishish va hokazolar. Men uzunga yugurishni yaxshi ko'raman. Bir haftadan beri tog'da bo'lg'ash, garchi har kuni chang'a tayilish, dala yurishi qilish degandek harakatlar bilan shug'ullangan bo'lsam-mu, hardiqim chiqqidek yugurish imkoniyati bo'lmagan edi. Shunga bugungi planlarimning eng muhimi qonig'icha bir yugurish. Men yugurishni yaxshi ko'raman.
Bu odatni bundan 20 necha yil ilgari vatandagi chaqlarimdala yetildirgan bo'lib, haftada 10-20 kilometr yugurish men uchun normal bir ish bo'lib ketdi. Amaliyotda yugurish men uchun irodamni sinash yo'llarining biri bo'lib, jismoniy quvvatim yar bergan ahvolda ruhiy jihatdan g'olib kelishni istayman. Bugun yugurishni xeyli ko'tarangi ruh bilan yaxshi boshladim. Hava soğuq bolsunmu, kök asmandaki parlaq quyoshning nurlariga cho'milib, erkin nafas elib yugurish kishiga cheksiz huzur ato qiladi. Nafsim bilan og'zimdan chiqayotgan issiq ho'rlar, oldimdan urayotgan g'urg'ur so'g'uq shamol bilan billa tezli g'oyib bo'ladi. Kentimizdagi etizlar amdilatdan yashirishga boshlabdi. Ehtimol qishliq terilg'ular bo'lsa kerak. Üzümleri hem yopurmaqlarından allaqachon ayrılgan tallar qaramoqqa yanıla mustahkam ko'rinadi. Bexaraman saman yavatgan yepinchilik atlarning manga baqar ko'zi yo'q. Iğildeki bir-biriga chaplashib degidek turgan kalalarmı qo'rsoq yemedi. Ana doim uchrab turadigan suzuk qo'ng'ir ranglik teyinchoq aldirab daraxtga yamishib chiqib ketib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bu ko'rinishlar menga yot bo'lib ketgan bo'lsa-mu, ammo har qitim ko'rgunimda bir qitim shodlanaman. Yugurgan chaqlarimda atrofdagi manzaralarni tomosha qilib qolmay, yana xiyol kaptarlarimni arkiga qo'yib edim. Bugun yugurishni başlamayla xiyolim tunogin qizim bilan tog'dan tushib, Janvaga poyezdda kelib etib bo'lgan suhbatlarimizga ketdi. Bu 2 saatlik yol bo'lg'ash, xeyli ko'p temalarda paranglashdik. Qizim meni bearam bo'lmasin deb, poyezdning yurish yo'nalishidagi o'rinni menga berib, o'zi udulimga kelib o'ltirdi. Farzandlarning tirnoqchilik yaxshi taraflarimi ota-onalarga ba'zida tog'dak xushallik beradi. Apa, siz bu yerda o'ltiring, bo'lmasa bearam bo'lasiz. Deyish qaramoqqa odatdagi so'zdak bilinsa-mu, amaliyotda u qizimning menga bo'lgan mehribonligining bir namoyandasi. Bizda kirpi bolam yumshoq, qog'i bolam oppoq deydigan ot so'zi bor. Albatta bu o'z farzandlarining yetarsizliklari ko'zga ko'rinmaydigan, bolalarini o'rinsiz maqtab ko'kka uchiradigan ota-onalarga qartilgan. Ben bu xildagi analardan ko'p yiroq. Aksicha, hatto meni bola tarbiyalashda qattiq, ziyoda talabchan deyishkimi bo'ladi. Vaholanki mening nazarimda munozara talab qilmaydigan bir nuqta bor. U bo'lsa-mu, farzandlarimizni kichikidan tortib, kamchiliklarni ko'rsatib berib, ilg'orliklarini madhiyalab, muhabbatimiz bilan tarbiyalagandala, ota-onalik mas'uliyatimizni yaxshi o'rinlagan hisoblanamiz. Farzandlarimiz bo'lsa, kelgusida durust odam bo'lib yetiladi. Udulimda o'ltirgan bu Uyg'ur qizi Dilfiruz G'ani gashgisigacha qisqa kesib etilgan tabiiy budra sochlari, yodak agma qora qoshlari, nurliq qo'y ko'zlari, omaq eg'izining ikki tarafidagi zinoqlari, jonliq ovozlari bilan shu qadar go'zalki, navoda u mening qizim bo'lmagan bo'lsa-mu, yaxshi ko'rib ketgan bo'lardim. Ta'limga u mening yurak poram. Bu dunyodagi orzuliq qizim, mening sirdosh do'stim. Ota-onalar uchun, bo'libmi onalar uchun farzandlari bilan ko'proq paranglashish, ba'zida eng yaqin do'stlardek ich sirlarini to'kib mungdashish to'lim qimmatli ham zarur. Yoshning zo'rayishi bilan odam farzandlari bilan ham suhbat bo'lishni texmi istaydigan bo'lib qoladi ekan. Farzandlarimiz o'qish, xizmat bilan bak oldirash bo'lib ketganda davomli ko'rishib, bahuzur mungdashish fursatlari bak ko'p bo'lmay qoladi ekan. Shunga qizim bilan toza obdan paranglashishni ko'nglimga pukdim.
aldınqı günü, yani 31 dekabr, qizim yangi yilni biz bilan birga kutib olish uchun Janvadin poyizga o'ltirib, Vali kantoniga qarashliq tog'liq kent Vergovendagi uyimizga kelgan edi. Tushdan keyin dadisi bilan Undidarda ko'rishib, to'liq qisqin paranglashdi. Qizimning dadisi Urumchida yashaydi. Odatda ular ko'p paranglashmaydi. Ba'zida hatto bir-biridan oylab xabar elishmaydi. Hech bayramlardala Undidarda ko'rishib, xili bemalol so'zlashadi. Poyezdagi suhbatimiz dal qizimning tunugin dadisi bilan bo'lgan paranglardan boshlandi. Dadingiz bilan puxadan chiquvchi paranglashib olib xo'sh bo'ldingiz, ha? Ha, apa, uzun bo'pti ekan. Dadamni xo'sh bo'lib ketdi. Bu yil bora olmaydiganligingizni anglab, ko'ngli yerim bo'lgandi. Ha, lekin amal qancha? Dünyanın her qaysı joylarida o'qish, xizmat yoki boshqa sabablar bilan ota-onalardan ayrilib yashayotgan farzandlarning hol-ahvollari bir-biridan qilishimiz kerak. Suhbatimiz davomlashmoqda edi. Men o'tgan bir yilda kitob o'qish munbirimizda o'qilgan asarlar haqida to'xtalib, bu ish uchun xeyli ko'p vaqtim ketayotganligini, bo'libmi qizimning shuncha aldirash bo'lsa-mu, men yo'llab bergan sillarni kesib ulab, munbarga vaqtida sifatli qo'yib berayotganligiga rahmatimni aytdim. Ham Uyg'urcha kitoblardagi asarlarni tanlab o'qiyman deb ko'p vaqtim ketayotgachqa, o'tgan 2 yilda Fransızca yoki inglizcha kitoblarni ko'p o'qiy olmaganligimni dedi. Qizim darhalla: "Ammo apa, to'xtab qo'ysangiz bo'lmaydi-jumi? Garchi har bir qitim asar yo'llaganda darhol ko'radigan odamlar ko'p bo'lmagan bilan, o'zingiz degandek bu ish bir muhim ish. Hozir ko'rmagan bilan keyin ko'radi. Keyingi avlodlar ko'radi. Bizning bolalarimiz ko'radi. Bumu bizning xalqimiz uchun qo'limizdan kelganini qilganimiz. Albatta, Amerikadagi hommilarimni o'qib bergan bo'lsa, bakmi yaxshi bo'ladi. Sizlarning hammanglarning ovozi odamning quloqiga yoqadigan ovozlar apa", dedi qizim. Kitob o'qish munbiri haqida so'z qistirib o'tay. 2018 yil dekabrda Amerikadagi bir tuqqan qarindoshlarimning yeniga qizim bilan birga bordik. Shu qitim bu munbarni qurish maslahati bo'ldi. 2019 yil yanvarda singlim Mehray o'g'lining hamkorlashishi bilan batni loyihalab, kitob o'qish munbiri avlodlar to'rbeti deb ism qo'yib, YouTube'ga tizimlatib bittirdi. Singlim Urumchidagi cheg'ida o'qituvchi edi. Şuna tunji qitimliq o'qiladigan asarga men singlimga sovg'a qilgan kitob Oltin kashni tanladik. Ham singlim o'qidi. Bu tunji kitob o'qish muvaffaqiyatli bo'ldi. Shundaqla üzüb qo'ymay davomli asar o'qish zarur bo'ldi. Munbarni qurishdagi maqsadimiz aniqki, vatandagi dаңlıq yozuvchilarimizning nodir asarlarini, jumladan roman, maqola va she'r qatorliq adabiy va ilmiy asarlarni muhojiratdagi qarindoshlarga o'qib berish orqali muhojiratda bu asarlardan xabarsiz bo'lgan qarindoshlarga bu ijodiyatlarni tonishtirish, ularning ma'naviy turmushini beyitish, texmi muhimi bu nodir asarlarning keyingi avlodlarga yetishi uchun zarrachilik bo'lsa-mu töhbimizni qo'shishdir. Mana, munbirimiz qurilib 4-yilga qadam oldik. İşinmenki munbirimizde o'qilgan asarlarni texmi ko'p odamlar anglag'usi, ana tilimizning go'zalligidan faxrlangusi, shu nodir asarlarning avtorlaridan suyungusi. Qizimning bevosita yordami, qarindoshlarning ilhom madatlari shak shubasizki kitob o'qib berish irodamni texmi ching'atqusi. Әмді гепimiz өткен yıllık planlarımızның орынланмағанлығы әм 2022 yılda qandaq planlarımız barlığı haqqında başlandı. Өткен yılның 5-ida ba'zi planlarınız barlığını deganliginiz esimde. Qisqa bir
plan tuzgan, ammo faqat 60-70%'ınla to'liq o'rindiya olibdiman. Masalan, 20 kilometrlik yerim marafon yugurishni planlagan qilolmadim. Ammo yozdagi 10 kilometrlik gigant janva va 12-oydagi janva eskalad yugurishlarga siz bilan birga qatnashdim. Qonunga munosabatli kasbiy kitoblardan sirt 12 parcha kitob o'qish planim bordi. 13 parcha o'qitdiman. Andın tashlab etilgan egisiz hayvonlarni beqish o'rniga ayda az deganda bir ish qetim berib, ishlarni aylantirish degandek ishlarni hodisani qilishni davomlashtirdim. Body positive, ya'ni o'z badanini qabul qilish jihatda aktiv tonishga keldim. Sog'lom badan bo'lishning o'zi bir boylik. Hamma odamning cho'qidek o'ruq bo'lishi notayin. Odamlarning morfologiyasi farqli bo'ladi. Öz bədenini qabul qilish özünü söyganlik, qadrlaganlikdir. Bizdə faqat momaylar, çoğ apaşlar semiz bo'lsa kari bo'lmay, sizga o'xshash apaşlar, bo'libmi yosh qizlar sal semizroq bo'lsa, odamlar so'zlab bo'lolmay qoladi. O'zining undaq badallarni yaxshi ko'rmaydiganligini, "Voy, nimdoq samirib ketdingiz?" deb hech tuzit qilmaydi, so'zlaydi. Xuddi qarish tarafning badanida o'zining haqqi bordek. İlgiri men moshundaqlarning ta'siriga uchragan. Hozir yo'q. Mening badanim moshundaq. Muskullarim bakrak taraqqiy qilgan. Badanim kuchliroq deb qarayman. Albatta, men semiz emas. Yemek ishmaklarimga diqqat qilaman. Qarallik cheniqaman. Hatto siz qilishimni yoqtirmaydigan ig'irlik ko'tarishni qilaman. Shunga tenim sog'lom, muskullarim taraqqiy qilgan. Kasbiy jihatdagi planlarimga kelsam, izdinish, tayyorlik bosqichlarida ilgirlash bo'pti. Texi manzilga yetolmabdiman. Xudoyim buyursa, bu yil teximi tirishman. Undaqda bu yillik planingiz nima bo'ldi, qizim? Qizim kulimsirab davomlashtirdi. Bu yillik planimda qarallik, badan cheniqtirishni davomlashtirish, yugurish musobaqalariga bir ikki qatim qatnashish, go'sht yeyishni azaytish, sizga o'xshash haftada bir yoki ikki qatim go'sht yeb, boshqa chog'da go'shtsiz va dengiz mahsulotlaridan tamoq etish. Netflix, bu bir haqliq televiziya kanali da bir program barkan. Uningda go'shtsiz tamoqlanishning salomatlik uchun naqadar foydali ekanligini tonishtiribdi. Bakmi qoyil qilarliq. Ondan yana muzik ishlash, piano chelish, tambur chelish mashqlarini 20-30 minut bo'lsa-mu kundalik odatga aylantirish. Boshqalarga imkoniyatimning boricha har jihatdan yordamda bo'lish. Hafta oraliqida vaqtida uxlab, vaqtida turish, ammo hafta oxiri qong'icha uxlab aram elish. Bu yillik Ramazonni qancha to'liq tuta olsam shuncha yaxshi. Kasbiy jihatda iqtisod va internet haqidagi qonunlarni ko'rish, o'rganish va shu orqali boshqa xizmat fursatlarini izlab ko'rish. Gap qizimning shaxsiy turmush ishlariga yetkazganda parangimiz uzunga so'zilmadi. Yevropada kishilar nachar hamroh bo'lgandan yolg'izlik afzal deb qaraydi. Qizim uchun bo'lsa, xizmatga chiqqanimga uzun bo'lmadi. Hatto hozirgi ishimni davomli ishlash yoki ishlamaslik to'g'risida arisalda bo'lib yuribdiman. Albatta, hukumatda taftish bo'lib ishlash bir odam uchun xotirjamlik, kapolatlik tuyg'usi beradi. Ammo yana 10 yildan keyin kayningizga qarsangiz, hech qancha ilgarimaganligingizni ko'rsiz. Keyingi pushaymon, o'zanga dushman degan gap bor-ku. Shunga boshqa bir ish qilaymikin deb o'ylayapman. Men hozircha texi o'zimni to'liq qurib bo'lolmadim appa. Bundaq ahvolda uy qursam toza chiroyli ham mustahkam uy qurilmasligi mumkin. Ammo buning uchun boshqa turmang. Hamma ishlar o'z yo'lida bo'ladi.
Kızım Janva Üniversitetining qonun kasbidagi o'qishlarini tamomlab, Janva hukumatiga qarashliq adliya boshqarmasiga xizmatga tushgan 2-3 yildan beri haqiqatanmi bek aldirash ishlab ketyapti. Qizimning kasbiy jihatda texmi yuksaklikka intilish irodasidan mamnun bo'lgan bo'lsam-mu, lekin bir ona bo'lish supatim bilan qizimning baldirroq oila qurib yashashini bekmi orzu qilardim. Hayır, pishonisiga putilgandan kimmi qechib qutulgan, ha? Men to'g'riliqla so'zlashib ketdik, opa. Men mushunchalik so'zlay. Endi quloqim sizda. O'tgan yilning 5-ida bir necha planim bo'lgan, lekin hozir qarsam ras ko'p ish qila olmabdiman. Munbarda kitob o'qigandan boshqa fransuzcha kitobdan aran 4 kitob o'qibdiman. 2-3 parcha maqola yozish planim bor edi, ammo faqat tayyorlik bosqichidan o'tolmabdiman. Vaqt bek tez o'tib ketdi. Ammo badan cheniqtirishni, ya'ni yo'l yurish, yugurish, qishliq suv uzishlarni aktivlik ham xo'shallik bilan davomlashtiryapman. Ammo ras o'zimdan kutganlarimni to'liq o'rinlay olmadim. Boshqa ishlarni qilg'im bor, ammo hozircha tex qaror qila olmadim. Nima to'g'risida maqola yozay degandingiz? So'radi qizim. Biri Shveysariya ayollar huquqi to'g'risida edi. 2021-yili Shveysariya ayollari ovoz berish huquqiga erishganga dal 50 yil bo'ldi. Odamning ishongisi kelmaydi. Shveysariyadek mushundaq bir taraqqiy qilgan davlatda ayollar buningdan 50 yil ilgari texi ovoz berish, saylash huquqlaridan mahrum bo'lgan holda xuddi atalmış 2 darajalik grajdanlardek yashagan ekan. Yana biri Allamayaq. 30-yillarda vatanimizga borgan janbalik muxbir, tavakkülchi, sayohatchi ayol. Bu xonimni yozishdagi maqsadim muhimi ayni vaqtda uning vatanimizda ko'rgan anglag'anlarini tonishtirish. Opa, bu 2 parcha maqolani cho'qim tezroq yozib bitiring, ha? Tirashay. Opa, mushukdan burunqiday qo'rqib ketmaydigan bo'ldingiz. Bu-mu hayotingizga bir cho'ng ilgirlash? 50 yillik kasalingizni saqaytdingiz, ha? Sizdan bek faxrlanaman, opa. Onu bir deman qizim. 3 yil ilgari Aygül apamızning Marmarisdagi uyida mushki Leoni tunji qitim ko'rganda qo'rqqanimdan qandaq bo'lib ketgandim, ha? To'g'ri deyman. Urumchida cho'ng bo'lganlar it mushuk bilan uchrashmaydigidek cho'ng bo'lg'ashqa it mushuklaridan bak qo'rqamiz. Bo'libmi 70-yillardan oldi kayni tug'ilganlarimiz shundoq. Bu u hayvonlarni o'ch ko'rganligimiz emas, balki qo'rqqanligimiz, rostdan qo'rqqanligimiz. Haqiqatan 50 yillik mushukdan qo'rqish kesalimdan butunlay bo'lmasa-mu, har holda yaxshi bo'lib ketayotganligimdan xursandman. O'tgan yil yozda Gretsiyada ishkimizning oldidan qo'rqimsirab o'tadigan bir aslanni biqib olganimcha texi, hatto uningga Guli deb ism qo'yib qo'ydim. Her qaytim berib, Guli deb chaqirib qo'ysam, necha oy ko'rishmaganimizga qaramay bir yerlardan paydo bo'ladi. To'g'ri deyman. Hayvonlar bek aqlli, ha? Siz hayvonlarni yaxshi ko'rsiz. Shu tapda bir ish esimga keldi. Shveysariyaga yangi kelgan yilingiz, ya'ni 12 yoshlaringizda bir kuni Koni shahardan kesib o'tib ketib, bir suratga qarab to'xtab qoldingiz. O surat bir umaq eyiqchaq bilan qip-qizil atlar ko'rinib qolgan terisiz eyiq onaning billa turgan rasmi bo'lib, mening onam paltosini yutirib qo'ydi, sizning onangiz-chu degan xatlar xuddi bola eyiq davatqandek qilib ko'rsatilgan edi. Siz menga darhol, "Opa, siz morg palto kiymangmi?" deganingizni faqat unutib qolmayman. Ham norg palto elib kiyish xiyolimga kelmaydi. Keyin cho'ng opangiz norg palto kiyib tushgan rasmni ko'rib, qattiq g'azablanib so'zlab ketganingizmi yodimda. Har
qandaq canlıqның yaşaş huquqi bar. Hayvanlarni asrash, qo'g'dash imkoniyatimiz bar turug'liq tegishlik ish qilmasak bo'lmaydi dedi qizim. Erkin dunyoda tarbiyalangan farzandlarning turmush qarashi, dunyo qarashi shaxsiylikdan halqagan, o'zi yashayotgan shu jamiyatga, dunyoga yuzlangan bo'ladi ekan. Vatanda tug'ilib cho'ng bo'lgan bu jihatlarda tonishimiz texi yetarlik bo'lmagan ota-onalar farzandlarimizning bu jihatga ilg'or taraflaridan cho'qim ulgu ilishimiz kerak ekan. Arada gapimiz üzülüp, her ikimiz yanfolarimizga qarab birdam jimib qoldik. Ammo hayal o'tmayla qizim so'z boshladi. Har as bu yil dangliq bir shoirni tepib oldim. Rupi Kaur. Hindistonda tug'ilgan kanadalik yozuvchi ekan. She'rlari o'zgacha uslubda yozilgan, cho'nqur ma'nili, chashma she'r shakliga yaqin she'rlar. Muhabbat, zo'ravonlik, xorlanish, feminizm deganga o'xshash aktual temalar ekan. Pashcheksiz, kichik harflar bilan yozadi ekan. Dastlab asosan Instagramda e'lon qilib tonilgan ekan. Mau she'rlarni anglab beqing ha? He was supposed to be the first male love of your life. You still search for him. Everywhere. Father. U hayatınızdaki tunji erkek söygünüz buluş gerek edi. Siz onu yanıla izlep yürüyesiz. Hemme yerden. Ata. We are all born so beautiful. The greatest tragedy is being convinced we are not. Hemmemiz şundaq çıraylık toğulgan. Eng çoğun tragediya şu ki, undaq emas deb qoyilimiz. You do not just wake up and become the butterfly. Growth is a process. Siz uyg'unibla kepinakka aylanolmaysiz. O'sib yetilish bir jaryon. Gapimiz shu yerga kelganda poyezd janvagimi kelib qoldi. Qizim meni uyimga apardigan avtobusga selib qo'yib, ondan o'z uyiga ravon bo'ldi. Shundaq yaxshi paranglashganimizdan mamnun bo'lganligimni aytib, qizimning mang'izlariga so'yib xo'shlashdim. Avtobusda uyga kelib yetib, qizimning oxirida degan so'zlari yodimdan kechdi. Maktabni bitirib xizmatga chiqqandan keyin uy ijorasi, istirahoniya degandek barliq chiqimlarimning huddidan o'zim chiqishga boshlagandan tartib, yashash planimda o'quvchilik vaqtimdagidan farqli nishon bo'lish kerakligini tonib yetdim. O'qiyotganda asosan darslar, imtihonlar asosli nishon bo'lsa, xizmatga chiqqandan keyin yoshning cho'ngishi bilan yangi nishon bo'lish kerak ekan. Shuni his qildimki, bir odamning nishoni belgilansala, hayot uni har xil yo'llar bilan shu nishonga yetkazadi ekan. Nishonsiz odamning hayoti xuddi suv ustidagi ko'pikdek, o'rmonlardagi tumanlardekla ma'nisiz o'tib ketadi ekan. Bir chaqlarda qizimga hayotda cho'qim bir nishon bo'lish kerakligini, bo'lmasa kunlarimizning ahamiyatsiz o'tadiganligini takror so'zlaydim. Qizimning yuqorqi so'zlarini anglab, endi qizimga bu haqda qayta so'z etishimning faqat o'rni qolmaganligini, aksicha o'zimga shu talabni qo'yishimning zarurligini tonib yetdim. Xiyollarim bilan ko'proq mundashqinim uchunmi bugungi yugurishim tez tamomlangandek tuyuldi. 10 kilometr yugurib to'xtaganda bakmi rahatlandim. Bütün bir günüm etdiganda tuzgan planlarim bo'yicha bo'ldi. Kechda kompyuterimni ichib, bütün bir kunimni xotirladim. Dal yerim kecha bo'lganda yezib tugatibdim. Bundan keyin kundalik xotiramni davomli yezib tursam bo'lg'adak, bo'lmasa mushundaq yig'ilib ketadi ekan, deb o'ylag'ash kompyuterimni o'chirdim. Karvatimga chiqib, yotqinimga purkinib, o'z-o'zimni bag'ashlagancha
uyqu dunyosiga yo'l oldi. Xayrli kecha. Hamma yerda yo'l bor. Dengizda, zaminda, ko'kda, qalbda, rishtida. Faqat sop ko'ngillarla yaxshi yo'lga muyassar bo'la oladi. Yo'llar. Abdushukur Muhammad Emin. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Dilfuruz G'ani tayyorladi. 2022 yili fevral Janba, Shveysariya.